Salom bilan Timur. Men Samsung Galaxy S26 Ultra bilan yetarlicha vaqt o'tkazdim va ana endi men bemalol sizlarga ushbu telefonni iPhone 17 Pro Max bilan taqqoslab bera olaman. Umuman qaraganda bu ikkala telefonni bir-biri bilan taqqoslash o'zi unchalik to'g'ri g'oya emas. Nega? Chunki har bitta telefonning o'ziga yarasha o'zining muxlislari bor, yoqtirishadi, ishlatishadi va Lekin bilamanki, meni auditoriyam va nafaqat meni auditoriyam ko'pchilikni mana shu ikkita telefonni battle juda ham qattiq qiziqtiradi, shuning uchun mayli. Mana shu rolik bo'la qolsin do'stlar. Biz boshlashimizdan oldin do'stlar, sizlardan bitta iltimos, mana shu kanalga bitta like, bitta o'zingizni biron ideyangizmi, g'oyangizni, fikringizni kommentariyada yozib qoldirib keting va kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, men juda ham qattiq xursand bo'laman. Chunki mana shu rolikni baribir kuzatyapsiz-ku, to'g'rimi? Shuni obuna bo'lib turib kuzatsangiz, yana ham zo'r bo'ladi do'stlar. Kattakon rahmat. Siz bu rolikni ko'rib bo'lgandan keyin o'zingizga bir fikr hosil qilasiz-ku. Menga baribir ko'proq iPhone to'g'ri kelar ekan yoki menga baribir ko'proq Samsung to'g'ri kelar ekan degan fikrga kelasiz. Masalan, sizga ko'proq iPhone to'g'ri kelsa agar, to bugungi roligimizning sponsori bo'lgan Product do'koni Javon aka Asulayev, sizga katta salom. O'sha Product do'konidan nima deydi? Sealed, ya'ni oldin перепаковка bo'lmagan, yangi ochilmagan iPhone'ni o'sha do'kondan do'stlar xarid qilishingiz mumkin yaxshi narxlarda. Samsungni esa Samsungni qayerdan arzon topa olsangiz, o'sha yerdan xarid qilishingiz mumkin do'stlar. Mana shunaqa gaplar. Samsung Galaxy S26 Ultra va iPhone 17 Pro Max hozirgi zamonning eng kuchli, eng mashhur va eng zo'r flagmanlari deb hisoblanadi va biz bu telefonlarni sizlar bilan birgalikda juda ham qattiq yaxshi ko'rib ishlatamiz, to'g'rimi? Lekin negadir mana shu ikkala telefon orasidagi urush hech ham bir to'xtamayapti. Butun dunyoda bu ikkalasi o'zi to'xtagan, hech kim bir-biri bilan taqqoslamaydi, faqat O'zbekistonda taqqoslab o'tirishadi. Nega? Chunki shunaqa kontentga talab bor-da. Xo'sh, kelinglar 2025-yilning top 10 ta eng ko'p sotilgan flagmanlar ro'yxatini ko'rib chiqamiz. Nega biz aynan 25-yilning ro'yxatini ko'ryapmiz? Chunki 26-yil ana endi kirib keldi. Hali ma'lumotlari to'liqligicha formulirovka bo'lgani yo'q. Shuning uchun 25-yilnikini ko'ryapmiz. Birinchi o'rinda ko'rganingizdek iPhone 16 turibdi. Oddiy iPhone 16 eng ko'p sotilgan 2025-yilda flagmanlar orasida. iPhone 16 Pro Max esa ikkinchi o'rinda turibdi. Ko'ryapsiz-a? Biz siz bilan yaxshi ko'rgan o'sha Samsung Galaxy S25 Ultra esa 7-o'rinda turibdi. Demak, Samsung iPhone'dan ko'p sotilmaydi, aynan flagmani bo'yicha. Shu bilan bo'ldi. Men sizlarga boshqa narsani bir isbotlash niyatim yo'q, bir dokazat qilish niyatim yo'q. Mana sizga bor faktni borligicha ko'rsatyapman. O'zingiz bu yog'ini o'zi tushunib olaverasiz. Tashqi ko'rinishga keladigan bo'lsak, do'stlar, mana chista meni fikrim, Samsungning ham dizaynerlari, iPhone'ning ham dizaynerlari juda ham bir dangasalashib ketgan. Nega? Chunki bilasizmi, mana necha yil o'tib kelyapti-da, yildan yilga bu telefonlarning dizayni kardinal o'zgarish ko'rgani yo'q. Men tushunmayman, kompaniya nima qiladi? Dizaynerlarga million pul to'lab, agarda ular hech balo qilmasa. Mana masalan kelasi yil ham mana shunaqa dizayn chizib berishi mumkin. Bu kompaniyaga ham, bu kompaniyaga ham. Menga ham beringlar shuncha pulni. Apple'ning dizayniga keladigan bo'lsak, masalan 16 Pro Max ga qaraganda buni dizayni ozgina o'zgargan, lekin dizayn kod, razmerlar, gabaritlar, o'sha mana bu kameralarning joylashuvi o'sha-da praktik tushunyapsiz, bunaqa zo'r bo'lmagan. Ya'ni oldin titan bo'lgan, keyin bular alyuminiyga o'tishdi, ozroq degradatsiya qilishdi, balo-battar. Bu narsani keyin оправданиясini biz sovush tizimini qo'ydik dedi-da. Samsung esa undan battar. Samsung mana Galaxy S25 Ultra deysizmi, S26 Ultra deysizmi, ikkalasi praktik вообще bir xil, umuman farqiga bormaydi. Mana bu svetofor dizayndagi kamera, orqasi o'sha mat qoplam bilan qoplangan. Buni atrof ramkalari oldin titandan qilingan bo'lardi. Ana endi uni bular ham alyuminiyga o'tkazishdi. Kimdan oldi deb o'ylaysiz, bilmayman. Bu общем, dizayn borasida ikkalasida ham juda ham zerikarli holat. To'g'risi, bu narsani men muhokama qilib o'tirgim ham kelmayapti. Shuning uchun dizayn bo'yicha ikkalasi ham hech qanaqa ball olmaydi. Ikkovi ham 0-0. Displeylarga keladigan bo'lsak, do'stlar, ikkala telefonda ham 6.9 dyuymlik displeylar o'rnatilgan, faqat ularning texnologiyalari farq qiladi. Masalan, iPhone'da OLED displey turibdi, Samsung'imizda esa Dynamic AMOLED displey turibdi. Displeylarga hech qanaqa savollarim yo'q. Ikkalasida ham juda ham sifatli, juda ham zo'r displey turibdi. Nega? Chunki ikkalasining displeyini ham Samsung kompaniyasi ishlab chiqaradi. Biz bilamizki, Samsung displey ishlab chiqarish borasida lider kompaniyalardan biri deb hisoblanadi. Lekin Samsung kompaniyasi Apple'ga mana shu displeyni ishlab chiqarib bergan bo'lsa ham, aynan Apple ishlatadigan mana bu displeyni texnologiyasini Samsung o'zida qo'llay olmaydi. o'zida ishlata olmaydi. Nega? Chunki mana shu displeyning texnologiyasini
tezasini, ya'ni texnik zadaniyasini Apple Samsungga beradi. Samsung esa strogo o'sha texnik zadaniya bo'yicha o'sha displeyni Apple'ga ishlab chiqarib beradi va bo'ldi. U displeyni faqat Apple ishlata oladi. Samsungning o'zi ham u displeylarni ishlata olmaydi. Ikkala displeyda ham adaptiv 120 Hz bor do'stlar. Bu juda ham qulay narsa. Lekin yarkisida farq qilar ekan. Masalan, iPhonening pikoviy yorug'ligi 3000 nit bo'lsa, Samsungning pikoviy yorug'ligi esa 2600 nit ekan do'stlar. Tushunyapsiz a? Mana. Endi hozir pomeshcheniyada farqini ko'rib bo'lmaydi, lekin ko'chaga chiqqaningizda bu farq bilinadi. Lekin shu narsani inobatga olish kerakki, Samsung displeyning razresheniyasi iPhone'nikiga qaraganda sal ko'proq. Mana bu yerga yozib qo'yganman. Samsungning razresheniyasi 1440 ga 3120, iPhone razresheniyasi 1320 ga 2868. Lekin ikkalasining displeyning hajmi ham bir xil. Ya'ni Samsungda количество точек на дюйм, ya'ni PPI ko'proq iPhone'dagiga qaraganda. Lekin buni odam ko'zi hech qanday farqiga bora olmaydi baribir. Mikroskop bilan ko'rganingizda farqiga borishingiz mumkin faqat. Hozircha displeyning afzalliklari ikkala telefonda ham praktически bir xil yuribdi. Kimdadir yarkisi balandroq, kimgadir razresheniyasi balandroq, mana shunaqa. Lekin Samsungning displeyida bitta zo'r afzallik paydo bo'lgan. Bu privacy display. Biz sizlar bilan bu funksiyani obzor ham qilgan edik bu telefonimizni to'liq obzorida. Va bu juda ham katta преимущество ruscha qilib aytadigan bo'lsak, inglizcha qilib aytadigan bo'lsak, advantage bunga qaraganda. Va bu funksiyani lekin amaliy tajribada o'tkazib, men sizlarga bir narsani ayta olamanki, masalan, bu funksiyani mana bunda yoqqan paytingizda ko'rdingizmi? Telefonimizni umumiy yarkisi tushdi va biz bu narsani ya'ni xonaning ichida o'tirib ham ko'rdik, bildik-da. Lekin siz masalan bu funksiyani tashqarida, ko'chada, quyosh yorug'ligida ham ishlataman desangiz agar, to uje mana shu funksiya yoniq turgan paytda va men ko'chaga chiqsam, pikoviy yorug'ligiga qo'ysam ham, uje menga u yarkis yetmayapti. Tushunyapsiz? Yetmayapti. Shuning uchun men tashqariga chiqib ishlatmoqchi bo'lganimda, mana shu privacy displayni o'chirsam, o'shandagina displey menga komfortni yarkisini bera olyapti. Bo'lmasam qiyin. Mana shunaqa amaliy tajriba o'tkazib, mana shunaqa fikrga keldim do'stlar. Lekin fakt shundaki, bunaqa funksiya Samsungda bor, iPhone'da esa yo'q. Buni biz tan olmasdan ilojimiz yo'q. Shuning uchun displey borasida mayli 1 ballni Samsung olib ketadi. Shunda umumiy shotimiz hozir 1.0 bo'ldi Samsungning foydasiga. Mo'shisiga keladigan bo'lsak, Samsungimizda Qualcommdan Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori turibdi va u bilan birgalikda 12 GB operativ xotira ishlaydi. Hammasi просто выше уровеньda. iPhone'imizda esa Apple A19 Pro chip turibdi va u bilan birgalikda ham 12 GB operativ xotira ishlaydi. Ikkalasini железasi ham просто top of the top. Bulardagi bor mощность nafaqat hozirga, balki kelasi yana 2 yilga ham bemalol yetadi. Ya'ni bulardagi mana shu kuch zapasi bilan bor. Tak что, masalan, bu telefonlarni ikkalasini sotib olsangiz, bemalol qo'rqmasdan 2-3 yil ishlatishingiz mumkin. Kelinglar bir sonlarga nazar solamiz. Masalan, qarang, Geekbenchda ham ikkala telefonni o'tkazdi va iPhone'imiz Geekbenchda single core'da 3854 ballni yiqqan, Samsungimiz esa 3687 ballni yiqqan. Ya'ni single core'da iPhone'ni protsessori kuchliroq bo'lib chiqyapti. Multi-core'da esa aksincha iPhone'imiz 9974 ball yig'gan, Samsungimiz esa 10814 ball yig'gan. Ko'ryapsiz-a? Qayerdadir masalan iPhone'da single core kuchliroq, Samsungda multi core kuchliroq. Shuning uchun masalan Geekbench testda men hozir ayta olmayman qaysi biri kuchliroqligini. Ikkalasi ham nazariy ketyapti. Endi kelinglar throttling testini tekshirib ko'ramiz. Aslida throttling nima degani va telefon throttlingga uchraganda nima bo'ladi? Mana masalan aytaylik, siz o'zingiz yaxshi ko'rgan PUBG o'yiningizni kayf qilib o'ynayapsiz. Telefoningiz batareyasi tushyapti-da va siz yana o'ynagingiz kelyapti, telefonni zaryadkaga tiqib o'ynayapsiz. Va telefoningiz o'zi o'yin o'ynash natijasida qiziydi. Zaryadga tiqqaningizdan keyin undan battar qiziydi, tushunyapsiz-a? Va telefon qattiq qizib ketgandan keyin sistema protsessorini sovutish maqsadida mana shu yarkis tezlikni tushirib yuboradi yoki FPS-ni tushirib yuboradi, mощностьni tushirib yuboradi va shu natijasida keyin o'yin sizga qotganday tuyuladi va haqiqatan ham o'yin sal-pal qotishni boshlaydi. Va ana shu holatga tushganda telefon throtlingga uchragan bo'ladi, tushunyapsiz-a? Throttling test bo'yicha bizning iPhone'imiz juda ham zo'r natijalarni ko'rsatdi. Mana оценка лучшего цикла 10019 ball. Оценка худшего цикла 10004 ball. Устойчивость, ya'ni barqarorlik foizi 99.9% ni ko'rsatadi. Praktически 100% barqarorlik. Nega deysizmi? Chunki mana qarang, bizda throttling test natijasida telefonimiz juda ham qattiq nagruzatsiya qiladi, xuddiki siz unda juda ham qattiq va og'ir o'yin o'ynayotgandagi nima deydi, effekt o'tadi telefonda. Va shu natijasida bizda FPS, ya'ni количество кадров в секунду 63 FPS dan 51 FPS ga tushgan, tushunyapsiz-a? Va shuning uchun bizda barqarorlik foizi juda ham baland chiqqan. Bu juda ham zo'r ko'rsatkich degani. Samsung natijalari mana notebookimda turibdi. Mana qarang.
Best loop score, ya'ni otsenka лучшего sikla 6489 beryapti. Afsuski, negadir tushunarsiz. Otsenka худшего sikla 3455 beryapti. Bu ham umuman tushunarsiz. Nega bunaqa kam sonlar? Barqarorlik foizi esa 53.2% ni beryapti. Shu iPhone bergan nima deydi, prosentajni to'liq yarmini beryapti. Bu juda ham kam degani. Va bizda frame rate, ya'ni FPS 54 FPS dan 15 FPS ga tushyapti. Bu juda ham yomon degani. Lekin men negadir bu sonlarga ishongim kelmayapti, chunki men ishonamanki Samsung bundan yaxshirog'iga daston, ya'ni bu undan yaxshiroq natijalarni ko'rsata oladi. Shuning uchun biz 3D Mark throttling test bo'yicha ikkala telefonga ham baho bermaymiz hozircha. Xo'sh, endi kelinglar bir sinab ko'ramiz, qiziqish uchun qaysi telefon ilovalarini tezroq ochadi ekan, masalan, kundalik hayotda ishlatadigan ilovalarimiz. Masalan, qarang, men ikkala telefondan ham zadachalarni to'liq olib tashladim, bironta zadacha yo'q. Ikkalasi ham bitta Wi-Fi setga ulangan. Masalan, telefondan boshlaymiz, qarang. 1, 2, 3. Samsung tezroq ochdi nazarimda. Yana bir marta qilib ko'ramiz. Hammasini 2 martadan qilib ko'ramiz. 1, 2, 3. Bir Samsung tezroq ochdi, bir xil ochdi. Mana shunaqa qanaqadir sal tushunarsiz holat. Xo'p, kelinglar, mana birgalikda sizlar bilan kamerani ochib ko'ramiz, ha. 1, 2, 3. iPhone tezroq ochdi. Mana yana bir marta qilib ko'rsataman. 1, 2, 3. iPhone ozroq tezroq ochdi, lekin bu hech qanday ma'noga ega emas. Meni shaxsan o'zimning fikrim bo'yicha-da. Tak, aytaylik, yana biz nimani kundalik hayotda ishlatamiz tam? App Store, Google Play to'g'rimi? Mana 1, 2, 3. Prosta Android uchyapti prosta. App Store boshidan загрузка bo'lib kelyapti. Endi masalan YouTube ni tekshirib ko'ramiz, chunki uni har kuni biz ishlatamiz, to'g'rimi? Mana qarang. 1, 2, 3. Oho, ancha oldinga chiqib ketdi-ku Samsung. To'xtang, men tushunmadim boshqatdan. 1, 2, 3. Samsung oldinga chiqib ketdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Kelinglar, mana PUBG ni tekshirib ko'ramiz. 1, 2, 3. Qani? iPhone oldinga chiqib ketdi. Загрузкani birinchi iPhone boshladi. Bosib ko'ramizda. Nuka. Qani. iPhone birinchi загрузка qilib bo'ldi. Mana shu. Buni Samsungda kechroq ochildi. Ko'ryapsiz, qaysidir ilovalarni Samsung tezroq ochyapti, qaysidir ilovalarni iPhone tezroq ochyapti. Mana shunaqa. Bizda hali bor bir ikkita narsalarimiz tekshiradigan. Mana Call of Duty bor masalan, qarang. 1, 2, 3. Activision. Samsung oldinga ketdi bu yerda. Ko'ryapsiz, mana Samsung birinchi загрузка qildi. Ya'ni qaysidir o'yinni bu telefon yaxshiroq загрузка qilyapti, qaysidir o'yinni bu telefon yaxshiroq загрузка qilyapti. Bu hali ham o'ylayapti, qaysi akkauntga kirishdi. Bu ham o'yladi-ku, lekin bu ham shu uzoq o'ylayapti. Ko'ryapsiz? Bu yana qaytib chiqib ketdi. Ko'rdingizmi, bir kirdi, yana qaytib chiqib ketdi. Shunda hozir qaysi biri tezroq kirgan bo'ladi? Ikkalasi ham parod qildi. Bu hali ham o'ylayapti, bu vobshe kirmadi. Короче, mana shunaqa tushunarsiz holat. Yoki bu ayb telefonda emas, bu ayb menimcha Call of Duty'ning razработчикларida bo'lsa kerak-da. Yana nimamiz bor? Asfaltimiz bor, ha? Mana asfalt tekshirib ko'raylik, kelinglar. Qarang, 1, 2, 3. Bir xil bosdimmi o'zi? Ikkalasi ham bitta Wi-Fi ga ulangan do'stlar. Qaysirini skorosti balandroq, qaysiriniki pastroq emas. Mana Samsung yana tezroq ochdi. Ko'ryapsizmi? Davay, iPhone qachon ochasan? Mana iPhone endi ochdi. Endi o'ylab, chayqalib, dumbullab keldi qarang. iPhone. Brauzerni tekshirib ko'ramiz. Masalan, Wikipedia saytini ochib ko'ramiz. Qaysi biri tezroq ochar ekan? 1, 2, 3. Samsung oldinga chiqib ketdi. Yo, gap bo'lishi mumkin emas. Вообще zo'r. Super. Tak, yana настройки, masalan, qani edi? Mana 1, 2, 3. Samsung. 1, 2, 3. Samsung gap bo'lishi mumkin emas. Masalan, endi kalkulyatorni ko'rib qoldim-a? Kalkulyatorimiz mana 1, 2, 3. Voy, bu yerda уже bir nimani hisob kitob qilgan ekanman, shuning uchun zadachalarni olib tashlaylik. 1, 2, 3. Samsung oldinga chiqib ketdi. Yo, gap bo'lishi mumkin emas.
Qaysidir ilovalarda Samsung, lekin aksariyat ilovalarda Samsung tezroq ochyapti iPhone'ga qaraganda. Men bitta muhim narsani sizlarga aytmoqchiman. Umuman olib qaraganda, mana shu ikkala telefonni o'tirib, taqqoslab o'tirib, qaysi biri ilovalarni qancha millisekundga tezroq ochadi deb o'tirish, bu sal noto'g'ri narsa, chunki siz qanchalik ko'p taqqoslayversangiz, o'zingizning narsangizni birov narsasi bilan, shunchalik siz baxtsiz bo'lasiz-da, tushunyapsizmi? Mana buni tezroq ishlar ekan, meniki pastroq ishlar ekan, qachon men shuncha palon pul berdim-ku deydi. Va bu narsa nafaqat telefonga, mashinaga, qanaqadir material narsaga tegishli, bu narsa odamning o'ziga ham tegishli. Masalan, biz o'zimizni qanaqadir o'rtog'imiz bilan yoki kimdir bilan taqqoslaymizda, o'zimiz bilib bilmasdan shuni qilib qo'yamiz. Mendan zo'r ketdi, unaqa qilib ketdi. Mana shunaqa qilaversangiz, o'zingizni birov bilan taqqoslaversangiz, siz baxtsiz bo'lib boraverasiz. Ichingizdan o'zingizni yemirib, kamirib hech bola qilgingiz kelmay qoladi. Shuning uchun o'zingizni birov bilan taqqoslamang. Siz o'zingizni kecha qanaqa bo'lganingiz bilan taqqoslashingiz kerak-da, tushunyapsizmi? Masalan, 1 yil oldingi o'zingiz bilan taqqoslashingiz kerak. Men mana 1 yil oldin qanaqa edim, hozir qanaqa darajaga keldim? 1 yil oldingidan ko'ra hozirgi men aqlliroq bo'ldimmi? Nimadirni o'rgandimmi? Masalanda, tushunyapsizmi? Rivojlandimmi umuman olib qaraganda? Mana shunaqa savollarni berish kerak-da odam o'ziga o'zi. Mana bu savollar bor-ku, qaysi telefon, qaysi ilovadan qancha millisekundga tezroq ochadi yoki sekinroq ochadi, bu hammasi hayotdagi pustak narsalarda, tushunyapsizmi? Vobshe umuman hech qanaqa ahamiyatga ega emas. Mana sizga savol. Siz mana shu eng kuchli telefonni olib, qanchadir millisekundga ilovalarni tezroq ochadigan, o'sha millisekund ekonomik qilgan vaqtingizni nimaga ishlatmoqchisiz? Mana sizga savol. Nimaga ishlatmoqchisiz? O'zi Reelsda 2-3 soatlab chiqa olmasdan qanaqadir trash kontentni ko'rib o'tirsangiz, u millisekund ekonom qilgan vaqtingiz nima bo'ladi? Так что buni hammasi figня do'stlar. Mana shu ikkala telefon ham juda ham zo'r, ikkalasi ham juda ham moshniy, shuning uchun protsessori, operativkasi umuman moshnosti bo'yicha ikkalasi ham juda ham zo'r va ikkalasiga ham men 1 balldan beraman. Shunda umumiy hisobimiz 2-1 bo'lyapti Samsungning foydasiga. Endi kameralar haqida gaplashamiz. iPhone'da juda ham oddiy. iPhone'da 3 tagina kamerasi bor, uchalasi ham 48 megapikseldan. Bu asosiy, keng burchakli va telefoto linzasi bor. Samsungda esa salgina boshqacha holat. Samsungda 4 ta kamerasi bor. Asosiy kamerasi 200 megapiksel, ikkita telefotosi bor. Bittasi 50 megapiksel, bittasi 10 megapiksel va keng burchakli linzasi 50 megapiksel. Frontal kamerasi esa negadir 12 megapiksel, sal kamroq. Meni disappoint qildi negadir. iPhone'da frontal kamerasi esa 18 megapiksel. Normalniy добротный rasmlar tushiriladi. Masalan, FaceTime qilaman desangiz ham sifatli kartinka chiqib keladi u yerda. Umuman qaraganda iPhone deysizmi yoki Samsung deysizmi, ikkalasining ham asosiy kamerasiga tushirilgan rasmlar juda ham ajoyib tarzda chiroyli bo'lib chiqyapti. Siz masalan 1x da tushirilgan rasmni ikkalasini ham shuni oldingizga qo'yib ko'rsangiz, detalizatsiyasida ham, sifatida ham hech qanaqa farq topa olmaysiz. Vobshe super. Faqatgina yagona bo'lgan farq bu Samsungda chiqayotgan rasmning aktsentligi sal sovuqroq bo'lib chiqadi. iPhone'da esa u issiqroq bo'lib chiqadi. Tushunyapsizmi? Qaniydir naturalniroq bo'lib chiqadi iPhone'dagi rasmlar. Lekin bu narsa sifatga hech qanday ahamiyati yo'q, chunki siz Samsungda ham RAW formatga qo'yib rasmga tushirib, keyin xohlaganingizcha unga rang berishingiz mumkin. Masalanda, professional rasm chiqaraman desangiz ekan. Lekin fishka shundaki, men oddiy iste'molchiman va men oddiy iste'molchi bo'lib, mana bunaqa Lightroom tushunmayman. Menga telefonni shuni olib, kamerasini yoqib chiqib tushirsin va super tushsin bo'ldi. Men zamarachib chiqim kelmayapti. Mana shunaqa osonlikni beringlar menga desam, men o'sha Apple'ga qarashimga to'g'ri keladi. Lekin biz hozir bu jihat bo'yicha qanaqadir buni kamerasi yaxshiroq yoki buniki yomonroq deya olmaymiz, chunki bu yerda o'sha na вкус и цвет товарища нет deganda kimgadir sovuqroq atsentlik rasmi yoqadi, kimgadir issiqroq atsentlik rasmi yoqadi. O'shim to'g'rilab olsangiz kelsa, marhamat to'g'rilab oling. Va bu yana bitta sabab nega iPhonening kamerasi dunyodagi eng mashhur kamera deb hisoblanishiga. Agarda biz ikkala telefon tushirgan 1x rasmlarni kuzatadigan bo'lsak, boya aytganimdek, biz sifatda hech qanday farq ko'rmaymiz. Lekin agarda biz uni mana bunday tarzda zoom qiladigan bo'lsak, to уже nimalarnidir ko'rsa bo'ladi va bu yerda Samsung chiqarayotgan rasmlar chista megapikseli ko'proq bo'lgani hisobiga salgina detalizatsiyasi yaxshiroq bo'lib chiqyapti. Lekin siz mana shu ikkala telefonga tushirilgan rasmlarni Instagramga qo'yadigan bo'lsangiz, уже unaqa zoomda unaqa farqni siz ko'ra olmaysiz. Так что bu jihat, bu afzallik o'zini aktualligini Instagramga qo'yganingizda absolutno yo'qotadi do'stlar. Так что bu yerda hozircha oldinga chiqib ketgan nima yo'q. Nima deydi? G'olib yo'q. Nashnoy syomkaga keladigan bo'lsak, ikkala telefon ham zo'r natijani ko'rsatdi. Menga shaxsan yoqdi va bu yerda ham kardinal o'zgarish yo'q. Shuning uchun men
rasm borasida bu ikkala telefonga hech qaysiga hech qanaqa ball bermayman. Videoga keladigan bo'lsak, Samsung gap bo'lishi mumkin emas, harakat qilishyapti. Yildan yilga video olish sifati Samsungdagi do'stlarimizda oshib kelyapti. Masalan, mana qarang, mana hozir bitta video qo'yib beraman, ko'ring-da. Qo'limda 2 kun oldin chiqqan Samsung Galaxy S26 Ultra unaqa yangicha rangida va mana bu videoni hozir iPhone 17 Pro Max ga biz tasvirga olyapmiz. Mana o'zingiz sifatini ko'rishingiz mumkin. Mana hozir ko'chadamiz. Bugun havomiz uncha yaxshi emas. Mana 1x bu. Mana bu 2x batteriya kachisi bo'lmadi. Mana bu 4x hali ham batteriya kachisi bo'lmadi. Endi 8x mana. E'tibor bering. Sal oqishni boshladi o'zi. Endi mana 0.5 ga qaytaramiz. Ko'rishingiz mumkin. Ana endi Samsungning natijasini ko'ramiz. Bu esa Samsung Galaxy S26 Ultra ga tushirilayotgan video. Mana taqqoslab ko'ring iPhone niki bilan. Qani qaysi biri yaxshiroq, qaysi birini sita передачасы yaxshiroq, qaysi biri ovozni yaxshiroq yozadi va hokazo. Mana xuddi shunaqa tasvir olib beraman sizga. Xuddi shunaqa. Tak, bu yerda hozir mana 1x turibdi, 2x qilamiz. Hop, plavni o'tar ekan, 3x qilamiz. Ana endi 5x. Bu yerda 10x ham bor. Endi 25x ham bor, unga qo'yib o'tirmayman. Endi kelinglar, mana hozir biz 0.6 ga qo'yamiz. Bunda ultra shirik 0.6 da tushiradi ekan. Marhamat. Xo'sh, qaysi birini video tushirish sifati, ovozi, sita передачасы sizga ko'proq yoqdi? Izohlarda yozib qoldiring do'stlar. Men qo'shilaman, Samsungda baribir iPhone'ga qaraganda farqi bor do'stlar. Siz hozir ko'rishingiz mumkin, yaxshi sifat chiqqan-ku, da gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi sifat chiqqan. Lekin siz masalan o'sha videoni Samsungga tushirib, keyin Samsungning o'zidan Instagramga qo'yadigan bo'lsangiz, to o'sha galereyada ko'rgan videoni ko'rgan bo'lmaysiz. O'sha yerda sifat tushib ketgan bo'ladi. iPhonedan qo'yganingizda ham sifat tushib ketgan bo'ladi, lekin u yerda videoni kodiga to'g'ri keladi. Instagram bilan qanday yaxshiroq kelishadi, shuning natijasida iPhone'ga tushirilgan rasmlar, videolar yaxshi chiqadi. Lekin gap unda ham emas. Gap shundaki, mana iPhone'ga video tushirdik, Samsungga video tushirdik, galereyasida ko'ramiz. Ikkalasini ham galereyasida ko'ramiz. O'sha yerdan ko'rsa bo'ladiki, iPhone'dagi video qanaydir yorug'roq, yorqinroq, tushunyapsizmi? Qanaydir chehrasi ochiqroq bo'lib chiqqan. Samsungda esa u sal tускli, sal temnovatoyda, tushunyapsizmi? Masalan, qora rang qop-qora bo'lib chiqadi, ko'k rang temno-siniy bo'lib chiqadi-da, tushunyapsizmi? Mana shunday holatlari bor. Shaxsan menga mana shu Samsungda chiqayotgan videoning ottenniki bor-ku, mana temnovatoy ottenniki unchalik yoqmaydi. iPhone'da chiqadigan mana bu yorqinlik, chehrasi ochiqlik menga yoqadi. Mana shu narsani men privetstovat qilaman masalan. Lekin Samsungning kamerasida ham video yozish bo'yicha men o'sishni ko'ryapman. Yaxshi. Va bu ключевой moment nega odamlar iPhone'ni tanlashadi? Chunki men o'zimning shunaqa tanishlarim borki, ular ham Samsung ishlatishadi, ham iPhone ishlatishadi. Lekin o'zlari Samsungning fanati, Samsungning interfeysi yoqadi, Android tizim kerak ularga, mana shu Samsungning dizayni yoqadi. Yaxshi ko'radi telefonni. Lekin yonida bitta iPhone ham olib yuradi, kamera fon sifatida. So'rasam, nimaga iPhone olib yuribsan desa agar, biz baribir endi blogerimiz-ku, stories balobatlar olishimiz kerak. Shuning uchun men iPhone'ga o'sha kontentlarimni olib Instagramga joylayman. Har kun ishlatadigan telefon sifatida men Samsungni ishlataman deb. Tushunyapsiz-a? Nega masalan, nega shunday qiladi odamlar? Agarda Samsungning kamerasi video yozish bo'yicha zo'r bo'lsa, nega Samsungning kamerasini o'zida olib o'zida yozmaydi, masalan, Instagramga qo'ymaydi? iPhone olib yuradi. Mana sizga naglядный misol. Mana ko'ryapsiz, nega odamlar shunaqa qilishi bo'yicha. Men o'zi bu narsani isbotlashim shart emas. Odamlarning o'zi isbotlab qo'ygan. Samsungning mana bu yangi chiqqan funksiyasi bor-ku, necha marta obzor qildim Instagramda ham, YouTube'da ham balobatlar. Masalan, o'sha funksiyani siz yoqqan paytingizda videoni umumiy sifati уже salgina tushadi. Men bu narsani ham sezdim do'stlar. Mana videoni oldingiz, playbackini qo'ydingiz, masalan, o'sha funksiya yoqilgan yoki o'chirilganda, o'sha stabilizatsiya funksiyasi. Va ko'rsangiz bo'ladiki, stabilizatsiya o'chirilgan paytida videoni sifati yaxshiroq chiqyapti. Stabilizatsiya yoqilgan paytida playbackni qo'yamiz, videoda уже qanaqadir salgina shumlar paydo bo'lgan. Xuddi iPhone'da afiga ochib olganingizda qanaqa shum etib qo'yadi, masalan, kartinka. Shunaqa narsa salgina paydo bo'lgan va krasota требует жертв degan narsa bekorga emas-da do'stlar, tushunyapsizmi? Chiroylilik nima deydi, qurbonlikni talab qiladi. Mana sizga ham shunaqa stabilizatsiya kerakmi? Endi biz ozroq kачествосidan kesishimizga to'g'ri keladi deydi. Mana shunaqada. Bu birinchi nyuanslari edi ushbu funksiyani. Ikkinchidan esa bu funksiya kundalik hayotda ishlatadigan oddiy iste'molchiga har kuni ham kerak emas. Tushunyapsiz-a? Masalan, oilaviy qanaqadir videolarni olaman desa agar, unga u funksiya kerak emas. Masalan-da mobilograflar esa hali beri iPhone'dan menimcha Samsungga o'tmaydi do'stlar. Nima deysiz? Siz fikringiz? O'tmaydi. Ko'ryapsizmi?
Da, gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham zo'r, ajoyib, innovatsion funksiyada. Boshqa telefonlarda menimcha bunaqa narsa hali yo'q. Lekin u tarzda ajoyib emaski, mana bu iPhone'ning kamerasi chiqarib beradigan sifatni o'rnini bosa oladigan darajada emas. Tushunyapsiz-a? Shuning uchun men hech narsani sizga hozir isbotlash niyatim yo'q. O'sha odamlarni o'zi isbotlab qo'ygan, o'zi Samsungning ishqibozi, lekin kamera fon sifatida iPhone olib yuradi. Bu bitta juda ham katta nima, доказательство, isbotlash nega odamlar iPhone'ni tanlashida. Shuning uchun kamera borasida, masalan, rasm bo'yicha biz hech kimga ball bera olmadik, lekin video ham juda ham katta ahamiyatga ega. Kamera borasida baribir 1 ballni жестоко iPhone olib ketadi bu yerda do'stlar. Так что hozircha shotimiz приравница qildi, shotimiz umumiy 2-2 bo'ldi. Siz hozir aytishingiz mumkin, zato Samsungning kamerasi 8K formatda videoga tushiradi. iPhone'ing shunaqa qila oladimi deb. Yo'q, iPhone bunaqa qila olmaydi, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin sizga savolda 8K tushirgan videongizni keyin qayerda ko'rmoqchisiz? Uyingizda 8K televizor bormi yoki telefoningiz mana Samsungingizning ekranining o'zi 8K mi yo, tushunarsiz-da. Mana oddiy qayerdadir bir narsa ko'rib qoldingiz yoki tam uydagi videolaringizni oldingizda oilangiz bilan 8K formatda tushirasiz o'shani. Gigabayt pamyatingizni yo'q qilib. 4K da olasiz maksimum. 4K 60 kadr hozirgi eng kerakli standart. 8K ni ko'zingiz ko'ra oladimi? Da telefoningiz ko'rsatmaydi 8K ni razрешениясini. Nima qilasiz 8K? Nima kerak sizga? Ya'ni fishka radi fishki bo'lish kerak emas-da, tushunyapsizmi? U fishka bormi? U foydali bo'lish kerak. U har kun ishlata oladigan darajada bo'lish kerak-da, tushunyapsizmi? Tak что bu afzallikka kirmaydi. Sistemaga keladigan bo'lsak, o'sha gap do'stlar. iPhone'da hamma biladi iOS, Samsungda esa Android. Qaysi biri zo'r? Bu savolingizga javob yo'q do'stlar. Ikkalasi ham zo'r. Kimga qanaqa? Masalan, Android bu ochiq tizim, lekin xavfsizligi uncha yaxshi emas. iOS bu yopiq tizim, lekin xavfsizligi maksimal darajada. iPhone'ning tizimi yopiq bo'lganligi hozirgi zamon uchun ayni muddao bo'lyapti. Nega? Chunki hozir kibermashinliklar ko'p va ular, ko'rgan bo'lsangiz agar, Telegram'ingizni topib olib, har xil APK fayllarni jo'natadi. Siz ularni bilmasdan turib o'rnatib qo'ysangiz bo'ldi. Sizning bankovskiy shotingizga dostuplarni oladi-da, pullaringizni uxlatib ketadi. iPhone esa, ya'ni iOS APK faylni ochmaydi. Ya'ni hech qanaqa bir ilovani Telegramdan yuklab olib iPhone'ga o'rnatib bo'lmaydi. Ya'ni siz bunaqa narsalardan birdaniga himoyalangan bo'lasiz. Shuning uchun o'zingiz tanlang. Bu yerda qanaqadir bir g'olib yo'q. Bu yerda ham na vkus и цвет товарища нет deganidek, agar sizga ochiq sistema kerak bo'lsa, Samsungga borasiz, yopiq sistema, безопасность kerak bo'lsa, iPhone'ga borasiz. Bu yerda ikkalasi ham 1 balldan oladi. Shuning uchun sistema borasida ikkala telefon ham 1 balldan oladi. Umumiy hisobimiz shunda 3-3 bo'ldi do'stlar. Batareyasiga keladigan bo'lsak, to'g'risini aytsam, Samsung meni salgina nima deydi, xafa qildi bu borasida. Men o'ylagandimki, Samsung S26 telefonida хотя бы 6000 yoki 6500 mAh hajmga ega batareya qo'yadi debda, yoki kremniy uglerod qo'radi вообще deb xitoyliklarga o'xshab. Lekin yo'q, bunda oddiy litiy ionli batareya turibdi va uning hajmi bor yo'g'i 5000 mAh. Bu Android telefonlari uchun past deb hisoblayman men. Tushunyapsizmi? Bunaqa nima deydi, объемni iPhone qo'ysa, u g'ururlansa bo'ladi, lekin Androidga o'zi do'stlar yarashmaydi. Bu mening chista fikrim. Даже hozir mana iPhone 17 Pro Max ning batareyasining hajmi 5088 mAh. Bunda esa 5000 rovna. Ya to'g'ri, 88 mAh hech narsani hal qilmaydi masalan. Bu telefonda ham siz baribir masalan bir kun ishlatasiz, kuningiz tugagandan keyin kelib bir marta telefonni zaryadga qo'yasizda. Tushunyapsizmi? Baribir bu telefonlarning zaryadi 2 kunga to'liq yetib bera olmaydi. Даже 1,5 kunga ham yetib bera olmaydi. Mana men buni ham ishlatib ko'rib, men sizga ayta olamanki, kelasi ham praktически bir xil ushlab beradi zaryadni. Va zaryad olish kuchi ham taxminan bir xil. Masalan, iPhone 45 watt kuch bilan quvvat ola olsa, bu esa 60 ketdi. 60 watt kuch bilan quvvat ola oladi. Ikkalasini, Samsung sal tezroq zaryad olishi mumkin, 100% ga tezroq to'lishi mumkin, lekin bu u darajada ahamiyatga ega emas do'stlar. Tushunyapsizmi? U darajada tez emas. Masalan, 2 barobar tez bo'lsa, okey, men bu narsani преимущество deb aytib ketishim mumkin edi, ya'ni afzallik deb aytib ketishim mumkin edi, lekin bu yerda men bu narsani ayta olmayman, shuning uchun batareya borasida ikkalasi ham minus вообще. AI ga keladigan bo'lsak, bu yerda iPhone birdaniga aytaman yutqizadi Samsungga, chunki Galaxy AI Circle to Search funksiyasidan tortib, rasmga tushirib o'zingizni xohlagan kiyimga kiyintirib qo'yishingiz bilan tugatsak,
iPhone'da bunaqa narsa tushida ko'rib yoribdi-da, 7-tushida ko'rib yotibdi Apple'dagilar sun'iy intellektda shunaqada Apple Intelligence deb nomlanadi iPhone'dagi o'sha AI tizim, lekin u bizning territoriyamizda ishlamaydi. Даже Amerikada ham menimcha kerakli darajada ishlamaydi u funksiya. Так что Apple bu borasida juda ham qolib ketyapti. Shuncha 4 trillion kapitalizatsiyaga ega kompaniya nima bilan shug'ullanyapti? Men вообще tushunmayman. Undan ko'ra meni olinglar ishga, meni nima deydi, maslahat chiqib olinglar, men aytaman sizlarga nima qilib turishni, agar kallalaringiz yetmayotgan bo'lsa. Так что bu yerda 1 ballni tverdo Samsung olib ketadi. Shunda bizning umumiy hisobimiz qancha bo'ldi? 3-da 4 bo'ldi Samsungning foydasiga. Samsung yana oldinga chiqib ketdi. Likvidnessga keladigan bo'lsak do'stlar, mana men ekonomika fakultetini tugatganman, shuning uchun bu haqida gapirmasam bo'lmaydi do'stlar. Nega bu narsa muhim? Chunki masalan aytaylik, ikkala telefon ham flagman, ikkalasi ham $1000 dan ziyod turadi-da. O'sha $1,500 atrofida turadi. Masalan, buni hozir $1,400 atrofida topa olsangiz, buni $1,600 atrofida topa olasiz. Endi o'zingiz tushunasiz, masalan, bu telefonlar ham 1400 atrofida turardi. Endi mana shunaqa ma'lum bir holatlarga ko'ra iPhone'larning narxi qimmat bo'lib ketdi. Masalan, aytaylik, men iPhone'ni $1,600 ga sotib oldim, uni 1 yil ishlatdim, chexolda tutdim, hech qanaqa hech joyi qirilmadi, batareyasidan minimum iznos bo'ldi va men 1 yildan keyin uni sotaman desam, men $1,100 ga indamasdan sotib olishim mumkin, agar ideal sostoyaniyada bo'lsa-da. Lekin men Samsungni $1,400 ga sotib olsam, u 1 yil ishlatsam, uni ham shunaqa ideal holatda saqlasam, ertaga borib sotaman desam, uni 700 ga olib qolsam, men bitta katta rahmat deyman biron kishiga. Masalanda, shuning uchun likvidness borasida, ya'ni masalan, mana shu mahsulotni tezroq pulga aylantirish borasida va ushbu mahsulot ikkilamchi bozorda o'zini narxini ushlashi borasida baribir Samsung yutqazadi, iPhone oldinga chiqib ketadi. Shuning uchun likvidness bo'yicha bu yerda iPhone qolib, 1 ballni iPhone oladi. Umumiy hisobimiz shunda 4 bo'ldi do'stlar. Bunaqasi hech qachon bo'lmagandi. Mana birinchi marta 2026-yilda iPhone 17 Pro Max va Galaxy S26 Ultra bilan bo'lyapti. Bu yerda g'olib yo'q. Ikkalasi ham praktически bir xil ball yig'di, 4. O'zi masalan 504 bo'lganda ham yoki iPhone yutganda yoki Samsung yutganda ham men aytgan bo'lardimki, bu yerda bitta g'olib yo'q. Bu yerda победила дружба, ya'ni do'stlik g'alaba qozondi. Nega? Chunki ikkalasi ham zo'r telefon. Bu xuddiki Ronaldo bilan Messini taqqoslagandek gap. Messining o'zini yo'nalishi bor, Ronaldoning o'zini o'ynash stili bor masalanda. Ikkalasi ham legenda. Messi o'zini yo'nalishi bo'yicha odamlarga motivatsiya bersa, Ronaldo o'zini yo'nalishi bo'yicha odamlarga motivatsiya beradi. Bu ham shunaqada, talabga qarab, ya'ni o'sha gap boyagi na vkus цвет товарища нет degandek, hammani o'ziga yarasha o'zini didi bor, tanlovi bor, boshqasi bor, o'sha didi tanlovi cho'ntagiga qarab tanlaveradi-da masalan. Atak ikkalasi ham juda ham zo'r, ajoyib telefon. Menga ikkalasi ham yoqadi. Ideali masalan. Ikkalasi ham sizda bo'lsa, o'sha super. Masalan, menda ikkalasi ham bor. Masalan, Android kerak bo'lib qolsa, men Samsung bilan foydalanaman, Galaxy S26 Ultra bilan. iPhone kerak bo'lsa, mana iPhone'im ham bor. Lekin baribir meni asosiy device'im baribir iPhone do'stlar. Men asosiy device'im iPhone, chunki nima deydi, MacBook bilan foydalanaman. Bizda mana Mac Mini bor, как рабочий kompyuter sifatida. Naushniklarim AirPods masalan, soatim o'sha Apple Watch va men o'sha Apple'ning ekotizimiga kirib bo'lganman. Masalan, Apple'ning ekotizimiga to'liq kirib bo'lgan odam iPhone'dan tashlab Samsungga o'tsa, o'sha Samsungga bu yerga integratsiya bo'lmay qoladi, tushunyapsizmi? Va men shu jihatdan qiynalib qolaman. Lekin men agar mana shu Apple ekotizimiga kirib qolmagan bo'lganimda men gap bilishim mumkin emas. Mana bu telefonni sevib ishlatgan bo'lardim, chunki men o'sha iPhone'ning bir xilligidan, boyagi interfeysidagi bir xillikdan o'sha yillar davomida zerikdim va menga qanaqadir yangilik kerak-da, tushunyapsizmi? Masalan, aytaylik, siz o'zingizga yangi mashina sotib oldingiz, qimmatga, tam 30 ming, 40 ming dollarga, uni 2 yil, 3 yil, 4 yil, 5 yil haydadingiz, o'sha ichidan, interfeysidan, rulidan, hammasidan o'zi ko'zingizga o'rganib qoladi-ku. Keyin chiqib yana xuddi shu mashinani olmaysiz, to'g'rimi? Boshqa mashina olgingiz keladi o'sha. Qanaqadir xuddi shu narsa menda ham bor. Lekin men baribir o'sha ekotizimning ichidaman, o'sha shu darajada qulay bo'lib ketganki, men shuning uchun qulaylikka o'rganib qolganman-da. Ana yangilik o'sha unchalik qiziq emas menga. Endi yoshman, bir nima deydi, bunaqa yangilik tusaydigan darajada emas hozir. В общем, roligimiz shunaqa bo'ldi do'stlar, g'olibimiz yo'q. G'olib bu yerda do'stlik. Shuning uchun ikkala telefon ham zo'r deyman men. Sizlar bilan keyingi rolikda ko'rishguncha do'stlar, o'ylaymanki bu rolik sizga yoqdi. Agar shunday bo'lsa, sizdan bitta like, bitta kommentariy va kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar bilan har doimgidek Timur Xatamov, AKA Timline, keyingi rolikda ko'rishguncha.